15 yil umrimni erimga bag'ishladim singlim, lekin ko'zida sevgi ko'rmadim hech. 15 yil muddat ko'p emas, opa. Endi bolalaringiz o'zi bilan o'zi bo'lib, er-xotin takoy romantika qiladigan paytga yetib kelibsizlar-da. Lekin eringiz ko'zida sevgi ko'rish uchun 15 yil ichida ana tepa-pas ichki kiyimda qachon bir xil qilib kiydingiz, opa? Mana rezinkasi sig'masin, xibi bo'lsin, pasti terlatmasin, qoringacha chiqsin, qorinda tortib turadi deb o'ylaymiz-u, lekin ichkariga yotoqxonaga kirganda kiyim alishtirayotganda erimni ko'zi nimaga tusharkan deb hech o'ylamaymiz. Ana endi bolalaringiz o'zi bilan o'zi bo'lib, oshxonani, uy ishlarini shunday qoldiringda, takoy sholkvi pijamalarni, takoy pinivarni, takoy neudobniy bo'lsa ham tepa-pasti bir xil bo'ladigan ichki kiyimlarni yaltillatib kiying. Bundan keyin qariganda ham sevgini ko'raverasiz. Shunaqa profilni pastda qoldiryapman, opa. 4 kunlik dunyoda mazza qilib, tepa-pasti bir xil qilib komplekt qilib kiying, ana haqiqiy sevgini ko'rasiz.